Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 2-oktyabr 2025-yil. Xo'p, ko'pchilik bizdan iltimos qilishgan. Ana shu universal drabilkizni u tarafdan ham bu tarafdan ham maydalaydiganlar qilib bering deb. Masalan, o'rog'ingizni bu tomoniga bitta o'roqni svarka qilib qo'ysak, ham bu tomonga o'rasiz, ham bu tomonga o'rasiz. Oxiri shu etapga yetib keldik. Kattaroq fermalari borlarga, lekin 3 fazasi yo'qlarga hashida ob'yomini ko'paytiraman deganlarga hozir mana shu drabilkamizni tayyorladik. Ko'rgan bo'lsangiz ikkita tarafdan chiqadi. Общий hisobda 6 ta setkasi bor. O'sha 2 xil donga, u tarafga ham bu tarafga ham 2 xildan 4 xil va ikkita o'sha hashida mayon holatda maydalashga yana uni ustiga bittadan palasasi qo'yilgan, u palasa namroq hashidalar maydalashga. Hozirdan buni 220 da mana payamiz bor. Mana shu qurib ketgan payani maydalab ko'rsatib beramiz. Bunda xohlasangiz beda, xohlasangiz somon, xohlasangiz lubo hashida maydalashingiz mumkin. Bizda hozir bori shu payamiz bor. Shunda hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana shunaqangi payalarni maydaladimi, somon hech narsa emas. Beda hech narsa emas. Xohlaganingizni maydalayverasiz. Qani boshladik. Ve orası bo'lar ekan. Bemalol kuchi yetyapti. Qarang, bir traktorda ishini bajaryapman. Akalar mana mayinligi. Bitta shoxlari baqib ketib qoldi. Mana uni holatda pakkalab qo'yarib maydalab berdi. Buni qarab. Mana. Hop. Buni 220 da ishlaydi. Bemalol shoshmasdan tashlaversa, ikkita tarafga chiqaraveradi. Ko'rgan bo'lsalar, unaqa tutatib olgan joyi yo'q. Unaqa chang qo'ygan joyi yo'q. Biz buni оборотni sal pasaytirdik. O'sha mexanizmini motor lekin 3 kilovat 3 ming оборот, ichki mexanizm shunday o'sha ventilyatsiyasi pasaytirildi. Sababi hamma joyda tutatib olmasligi uchun, hamma joyda chang qo'ymasligi uchun shu holatga keltirildi. Buni tarkibida ko'rgan bo'lsalar, mana u tarafga ham bu tarafga ham makkani, bug'doyni maydalab beradigan, arpani maydalab beradigan setkalari bor. Yana sota maydaladigan bo'lsalari zaslonkalari bor. Mana turbasidan, zaslonkasidan o'sha sotasini maydalaysiz, doningizni ham maydalaysiz, ikkita tarafga chiqaraveradi. Hozir buni yana bitta setkasi bor. Agar sizga bu tarafi kerak bo'lmasa, bitta tarafiga yopiq setkasini qo'shib beramiz. Shuni yopib qo'yasiz, xohlasangiz bu tarafdan maydalayverasiz. Yo, men ikkala tarafdan maydalayman desa, shu uni setkasini qo'ymaysiz, bemalol ikkita tarafdan maydalayverasiz. Shuning uchun bu hozir drabilkamiz soatiga donni bemalol 300 kilo uraveradi pakkani. Hashilarni bitta pressda 30 sekundda maydalab tashlayapti. Mana bunaqangi makka qo'yalardi, ketma-ket qo'laversa, o'zi olib kelib ketaveradi, o'zi maydalayveradi. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar To'rinchi avtobazdan chiqamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.